Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Bugun 14-fevral haftani shanba kuni mana Uchko'prik tumanida bozor. O'chaqda necha pul deyapsiz aka, o'chaqda? Mana 100 mingdan. Bunasimi? Shunisi 100 ming so'm. Bu necha litr qozonga tushadi? 30 litr, 22 litr. 30 litrlarga tushar ekan. Bunisi bilan bir xil shakliga? Narigisi 60 litr. Bunisi 60 litr. Bu necha pul narxi? 200 ming. 200 ming so'm ekan. Chirog'i 50 ming, 10 litr bu. Bunisi 10 litr ekan. Necha pul deyapsiz buni? 10 litr, 50 ming. 10 litr ekan, 50 ming so'm ekan. Baliq pishiradi. Mana 80 ming baliq pishiradi. baliq pishiradigan manoni o'zi 80 ming so'm ekan. Mana uzunligi. Oshqovoq bonus. Oshqovoqlar necha pul? Oshqovoqlar 10 mingdan. 10 mingdan, ha? Kattalarida. Mana-chi bu qo'shib beryapsizmi? 5 mingdan oladi. 5 ming so'm ekan. Xo'p, akam ham shunaqa narsalar sotyapti. Bular ham 5 Shu ming. kishi yangi qo'rg'on bozoriga kelganlarida ko'ryapsizlar, o'zi bo'zga o'xshab turibdi. Xudo xolasa Zo'rto'dan chiqamiz mana. Xo'p, telefon nomeringizni ayting endi. 93lik 908 83 78. Ana shu nomerga telefon qilasizlar shu akamga. Uchrashamiz. O'zi yasaydi. O'chaqlarda mana shuna kabob pishiradigan deysizlarmi? Yaxshi gapiradigan bo'lsalaring bekarga ham beraveramiz deyapti. Zo'r. Biroq uyingizga olib borib ko'rsatamiz. Bo'ldi, Kamal qishloqdaman. Bo'ldi. Salomat Sog' bo'lasizlar. bo'linglar. Katta bozor mana bu Uchko'prik tumanida shanba, seshanba kunlari bu bozor bo'ladi. Zo'rto'da. Hozir mana shunaqa narsalar.